yaxshi imkoniyat, zarba ham bor va gol! Gonzalo Garcia to'pga tegindimi, yo'qmi bilmayman, lekin ushbu vaziyatda uning harakatidan keyin to'p darvozadan joy olmoqda. Bilsin ham endi xato yo'l qo'ygandan keyin xatosini to'g'rilash uchun hujumga faol qo'shilishi mumkin. Bu Vinicius to'xtadi va penalti. Vinicius zarba va gol! 2 va Real Madrid tezkorlik bilan hisobda oldinga chiqib olmoqda. Valverde zarba berish imkoniyati bor, zarba bor va gol! Fede Valverde o'z uslubida olib bo'lmas zarba Valverdedan har doimgidek. O'zi ham mana shunday reaksiya bildirdi golda. Ya'ni bizniki bilan o'xshash, umuman o'zi Real muxlislari har doim Valverde gol urganida boshni ushlab qolishadi. Qanday qilib Valverdeni mana shu nuqtada bo'sh qoldirish mumkin? Sociedad zarba va gol! Darvozabon topdi yo'nalishni, lekin to'pni qaytara olgani yo'q. Hisob 4-2. Ikkinchi bo'limning avvalidayoq birinchi vaziyat penalti ishlandi va Vinicius oradagi farqni 3 ga yetkazib qo'ydi.